amalga oshiribsizlar. Sizlarga bugun yuridik mijozlarga kredit ajratish tartibi, bugungi kundagi mavjud produktlar bo'yicha tushuntirishlar berib o'tamiz. Tegishli ma'lumotlarni mijozlarni bersak bo'ladi. Ya'ni shu faoliyat bo'lsa, sal boshqa tartibda bo'ladi. O'sha bankdan bank aylanmasining ma'lumotnomasi olgan holatda biz o'rganib uni programmaga kirib chiqamiz. Yanvar oyida, sentyabr oyida bu holatlar juda yengillashtirilgan, bemalol foydalanish bo'ladi. Sistem kreditlar, ta'lim kreditlari, biznes kreditlardan so'nggi 2 yilligini olib o'rganamiz. Sizlar mijozlar, sizlar o'sha klassika boradi. O'shanga 3 oylikka mutaxassis bo'ladimi? Mikroqarz kredit mahsulotimiz 18 yoshga bo'lgan, amalda 2 yoshgacha bo'lgan, muomalaga layoqatli, o'zimiz fuqarolarga ajratiladi. Pul xavfsizlik yo'lini ajratiladi. Yana iste'mol kreditining boshqa yo'llarimiz bor. Endi kredit mahsulotini to'xtalib o'tadigan bo'lsak, hafta kredit 1% aksiyamiz hali davom etmoqda. Bugungi kunda sizga produktlarimiz bor.